Assalomu alaykum, Nazorat.uz ommaviy axborot vositasi kanali obunachilari. Yana o'sha strixovka muammosi yurist Jo'lon Rustamov bilan yana hozir biza mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, Sharq avto sug'urtaga keldik. Nima muammo, nima murojaatingiz bor? Yana o'sha sug'urta bilan bog'liq, sug'urta to'lovi bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Xabaringiz boricha birga bordik. Alfa Invest mana Sharq sug'urtada ham muammolar bor hozirgacha. Bu ham nafaqat Alfa Invest, balki barcha sug'urta o'zi muammo bor. Bozorida muammo bor deb o'ylayapman. Chunki shunaqa xulosa kelishga majburmizda. O'zingiz ko'rib turibsiz mana bu. Ya'ni 1-2 oy bo'ldi, Yevro protokol bo'yicha biz hujjatlarni rasmiylashtirib, Sharq sug'urtaga topshirganmiz. Undan keyin dalolatnoma tuzildi, to'lab beramiz degan xulosaga kelinib, oradan vaqt 5 kun ichida to'lab berish kerak, lekin shu vaqtgacha hali to'langani yo'q. Demak, amaldagi Vazirlar Mahkamasining 141-sonli talablarini qo'pol ravishda buzgan holda o'sha sug'urta puli tushirib berilyapti, to'g'rimi? Keyin men bu yoqqa keldim. Kelgandan keyin bir oy bo'ldi men. Keldim, shunaqa nimaga to'lamayapti desam, buxgalteriyaga murojaat qiling deyishdi. Keyin buxgalteriya bilan bog'landik. Buxgalteriya aytdiki, talabnoma qo'ysin korxonani buxgalteri, bizning shotkami, men endi buxgalteriya buncha tushunmayman. Keyin talabnoma qo'yildi. Bugun buxgalterimizga murojaat qilsam, buxgalteriya aytdiki, u talabnomani olib tashlashibdi dedi. Keyin majburmiz yana kelishga. Necha pul sug'urta puli tashlash? 3 million. 3 millionga necha oy bo'ldi? 2 oy deylik. 2 oydan oshdi. Shunchalik 3 millionni to'lab berish muammo bo'ldi. Muammo bor. Qani kiringlar, qani murojaat qilinglar, nima deyishar ekan? Yaxshi misollar izlashim. Nazorat.uz ommaviy axborot vositasidan Otabek Mashrapovman, maxsus muxbir. Telefoningni yoqib qo'ygan sana. Qanaqadir hujjatinglar bor? Shuna kelib anaqalarni oldim. Yo'q, buni olmaydi. Men o'zim tanishtiraman, Otabek Mashrapov. Yo'q, bizga yo'q, sug'urta. Majbur emasman ko'rishga. Yo'q, nimaga siz hozir syomka bilan kirib majbur emasman deyapsiz? Men sizga o'zimni tanishtirdim. Xo'p, men sizga aytaman, ko'rib olaydim. Men sizni syomka qilishingizga xizmat guvohnomamni qarshiman. Siz ko'rdingiz, bildingiz bu. Yo'q, xo'p, men sizlarga qarshi bo'lsam, hozir syomka qilishingizga. Nima savol bilan keldi? Nimaga qarshi? Siz qayerdan bilasiz men qarshi emasman? Nimaga asosan qarshisiz? Savol. Siz oldin bilay, qayerga qo'yilishini mana. Ish yuzasidan savol beryapsizlar? Albatta, ish yuzasidan. Men sizga shaxsiy hayotingiz bo'yicha savol bermayman. Yo'q, shu hozir tushuntirmasdan kirib kelyapsiz-da. Yo'q, hozir savolingizni boshladi. Kimligimni tanishtirdim. Nazorat.uz ommaviy axborot vositasidan men dedi, xizmat guvohnomamni ko'rsatdim, to'g'rimi? Kesilmasa to'g'ri qo'y. Kesilmasa to'g'ri qo'y. Nega kesiladi? Nega kesiladi? Kimsiz? Siz ham tanishtiring, xizmat guvohnomangizni ko'rsating siz ham. Men siz shaxs sug'urtani da'volar bo'limidasiz hozir. Qaysi? Da'volar bo'limi deyiladi. Pretenziya. Ismim Xoliq Miraziz Mirzaliyevich. Mirzaliyevich Mirzaliyevich. Xizmat guvohnomangizni ko'rsating, bormi? Yo'q. Nega? Sababi men shu yerda o'tirman, agar kerak bo'lsa men sizga. Siz o'zi anaqami? Shtat bo'yicha ishga qabul qilingansiz? Buyrug'ingiz bormi yo prosta o'tiribsiz? Buyruq bor. Buyrug'ingiz bor. PDF format tashib beraman. Yo, men tashib berish kerak. Prosta xizmat guvohnomangiz yo'liga yonimda yo'q-da. Yonimda yo'q. Hop, bizda murojaat bor. Murojaat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men ismim Javlon, familiyam Rustamov. Taksi JJ'ning yuristiman. Xo'p, eshitaman. Biz transport vositamiz yo'l transport hodisasiga uchragan. Aniq hozir kuni chislosi esimda yo'q, lekin hozir qarasangiz sizda ko'rinadi-yu narsa. 600 Cobalt. Keyin biz o'sha Yevro protokol hujjatlarini rasmiylashtirib topshirganmiz. Topshirdik, oradan vaqt o'tdi, to'lab beramiz degan xulosaga kelindi. 141-sonli Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan 5 ish kunida to'lab berilishi kerak. Xo'p. Keyin men murojaat qilib keldim o'zim shaxsan, qiz o'tiradi. Xo'p.
Keyin ular aytdiki, hozir buxgalteriya bo'yicha qanaqadir muammo bo'lyapti dedi. Men endi u narsani tushunmayman. Moliyaviy muammo bo'lishi kerak boshqalar. Xo'p, qachon to'lab beriladi? Bularga savol berganimda buxgalter bilan bog'laning deb menga nomerini berdilar. Keyin men buxgalterga telefon qildim. Yana shunaqa muammo bo'lyapti dedi buxgalter. Talabnoma qo'yib beringlar dedi taksi favorit Luxemburgda. Hisob raqamga pul tushsa, keyin yechib oladi avtomatik deb tushuntirdi shunaqa. Men buxgalterga bu gapni aytdim. U talabnoma qo'ydi. Bukvalni kecha nima bo'ldi, tushdimi, nima bo'ldi so'raganimizda talabnoma olib tashlandi deb bizga buxgalter aytibdi. Shu bo'yicha keldik, muammo. Chunki bu bitta shart emas, bu umuman sug'urta bozorida hozir bizda muammo bor shekilli. Yevro protokolni kim qilib bergan? Men o'zim qilaman. Siz kimsiz bitta? Siz kim ishlayman deysiz? Yuristman. Xo'p, yevro protokolga chiqqanda siz voqea joyiga siz chiqqansiz rasmiylashtirishga. Sen hujjatni anaqa qilgin. Siz mana shu videomga tashlab berasiz-da, to'liq bo'ladi shunaqasi. Kesib tashlab o'zingizga kerakli joylarni qo'yib anaqa bo'lmasin nomanda. Faqat urib yuboring, nomeringizni aytib yuboring. 01 A. Bu bo'yicha oplataga jo'natib yuborilgan buxgalteriyaga. Nimaga u olib tashalmagan uni bilmadim. Lekin oplatada turibdi. Bu siz so'rayotgan narsangizni men hozir eshitib turibman, lekin bizdan hamma narsasi hujjat joyida chiqib ketgan. Ha, siz to'lov masalasiga aralashmaysiz. Biz hujjatlarni ko'rib chiqamiz. Kam ko'sta bo'lmasa, jo'natib yuboramiz, buxgalteriyadan chiqib ketadi. O'zinglarni buxgalteriyagami? Shahar buxgalteriyasiga. Endi Vazirlar Mahkamasining 141-sonli qarori bor-da, o'sha yerda muddatlar yozib qo'yilgan. Bilaman. Hozir masalan, как iste'molchida misol. Buni puli hozir qanchaga chiqyapti? 2 oy bo'ldi, 19-chi topshirilgan. 2 oy bo'ldi deydi. Yo'q, uni muddat talablariga qanaqa o'zi? Yo, bo'ysunasizlarmi qarorga Vazirlar Mahkamasi? Kim bo'ysunmaydi? 15 ish kunida bermayapsizlar. Yo'q, yana qaytardim, sizdan keyin topshirganlar ham olgan. Shuning uchun aytaman, buxgalteriyadan borib bitta qiziqib olasiz. Qayerda buxgalteriya? Sizda aloqada o'zbek. Hozir iloji yo'q, bog'lanib mana shunaqa keldi. Hozir bir firmadan nima aloqa? Savollarimiz bor aytganingizga. Yo'q, shu kromkada gaplash iloji bormi shu narsa? Yo'q, kromka emas, hozir men bilay nima bo'lyapti. Prosta misol qonun osti hujjatlar asosan ish yuritasizlar ham, to'g'rimi? Hammasi qonun doirasida. Shuni aytyapman dedi. Qonundan tashqariga hech kim 2 oy 3 million bitta biz emas, hech kim. Endi chiqyapsizlar-da hozirgi holatda qonun doirasidan hech shunaqa bo'lib qolibdi domla. Bitta bilan keling. Aniq bitta bilan. Boshqa hech kim mumkin emas. Demak, efirga qarab bemalol aytamiz. Bitta bilan qolgan hech kim chiqishi yo'q. Agar shart sug'urtada murojaat qilsanglar bo'ladi, boshqa hech kim yo'q. Qonun doirasida siz hozir nimaga kulimsirab gapiryapsiz? Asos bormi? Yo'q, kulayotganim yo'q. Men hozir hayron qoldim. Bitta buniki deyotganim. Bitta bularniki deyapman men. Sababi vaqtida berilgan. O'z vaqtida agar hujjatda kamomat yo'qmasa, kamchilik bo'lmasdan qonun doirasida rasmiylashtirilgan bo'lsa, bizga olib kirilgan paytda to'liq bo'lsa, hammaniki vaqtida bor. Bularda kamchilik bormi? Yana qaytarib aytaman, bularni to'liq biz buxgalteriyaga berib qo'ydim. Men nima qilyapti bilmayman domla. Siz vaqtida berganman do'st, to'g'rimi? Buxgalteriya bilan gaplashish jarayonida bunga o'sha inkassa qo'ying deb aytibdi. U g'alatiroq narsa. talabnoma shu inkassa deganmi? Uzoq sog'liqlar tarjimasini. Kim sizga aytdi olib tashladi? Buxgalter aytdi. Bizning o'zimiz korxonani buxgalteri. Yo'q, bizda unaqa huquq yo'q olib tashalgan. Sababi sizniki qanaqasi bo'lsa, qonuniy bo'lsa, inkassa shuning uchun qo'yiladi. Pul yechib olish uchun qo'yiladi. U nimaga unaqa inkassa qo'yilyapti, xo'pmi? Pulni tashlab berishdi. Buxgalter aytdi, qo'yib, bankdan telefon qilib qo'yaveraylikmi deyishgan, qo'yaveraylik deyishgan. Hozir qo'raman misol. Yo'q, hozir bunday narsa akajon, qarang. Bitta firma qarz bo'lib qoldi sizga. Boshqa firmalar. Bizda ham misol uchun boshqa tamojniy sug'urtalar bo'yicha muammolar yetarli. Ya'ni firmalar qarz bizga.
Biz sudni yutib chiqib, sudni qarori bilan borib qo'ysak, uni egasi olib tasha olmaydi. Tushundira olamanmi? Qo'ydik, ularga tushgan pulni tortadi, inkassatsiya temasini tushunsanglar. Yo, men inkassatsiya temasini tushunaman. Men sizga tushuntiraman. Uni misol uchun biza yo'q, buni kerak emas, qarorda ko'rsatib qo'yibdi. Farqi yo'q, u bank bo'ladimi, yuridik tashkil farqi yo'q. Qarori bilan borib inkassa qo'yilganda bu iloji yo'q, inkor qilmaydigan narsa. Просто bitta savol tug'ilyapti-da, inkassatsiya talabnomasigacha borish shartmi? Muddatida o'tkazib bersa bo'ladi, sug'urta pulini degan savol. Endi bu firmaga o'tayotgan paytda, masalan, fuqarolar bilan hozir aytdingiz, hech qanaqa muammo yo'q edi. Men sizga muammo yo'q deyotganim. Muammoda ozgina cho'zilib qolish holatlari bo'lyapti. Men sizga hozir podrobniy tushuntirib beraman. Bitta sizlarda emas, hamma kompaniyalarda. Hamma kompaniyalarda yo'q, hammasida. Hammasi. Shunaqa muammolar ko'p. Sababi shu paytda mana shu iyul oyidan boshlab, hammada iyun oyining oxiriga kelib, hamma sug'urtalarda cho'zilish holati boshlandi. Nimaga? Yevroprotokol degan narsa chiqdi. Siz aloqangiz bor shu Yevroprotokolga? Aloqam yo'q, xabarim bor-da. Endi kimdir aytishdi, o'sha qarzdor protokol. Yo'q, aloqam yo'q, xabarim bor. Endi Yevroprotokol degan narsa gay xodimlar aralashmasdan. Ya buni ma'lumot bilamiz. Aytayotganim, mahallani ichida urib oldik, boshqa bo'lib, hamma sug'urtalar to'la bo'ldi bunaqa hujjatlar bilan. Ko'payib ketdi demoqchimisiz? Tezlashib ketdi demoqchimisiz? Tezlashib ketdi ham emas, noqonuniy kelayotganlari ham bor. Bizda bu yerda hujjatlar ham yetarli-da, bunaqa atkazni. Boshida bu narsani shart sug'urta kecha ochilgani yo'q. Shu paytgacha shunaqa muammo bo'lmagan. Hammasi vaqtida to'lab kelingan. Mana shu oxirgi oylarga kelib oqsoqlanib qolishiga sabab kuniga 10 ta, 15 ta Yevroprotokol bo'lib kelishyapti. Buni surishtirsangiz, sug'urtasi 20 minut oldin qilingan yoki 1 soat oldin qilingan. Yevroprotokol deyiladi. Shunaqa takliflar bilan chiqishyaptiki, urib olgan odamniki aybdor sug'urtasi bo'lmagan bo'lsa, bitta sug'urta qildirib keling, yarim soatdan keyin oformlab qo'yamiz deyapti. Voqea joyidan video ko'tarib yurib, bizda ham xodimlik yetarli emas-da. Hatto olgan ortiqcha xodimingizga oylik to'lash kerak. Tushunaman, endi o'shalarni o'rganib chiqib yoki shunaqalar o'rganib, pul to'lanaverib, pul tugadi. Yo, endi u noqonuniy ish bilan qonuniy ishga ta'sir bo'lishi kerak emas-da. Mana hozir ko'rsatib bu ham o'tayotgan hujjatni biz ko'rib chiqishimiz kerak-ku. Yo, ko'rib chiqishinglar kerak. Endi ana sizlarda kadr yetishmovchiligini qanaqadir o'sha kafolatlanuvchiga nisbatan minusga ishlash kerak emas demoqchiman-da. Chunki lekin har bitta olib kelayotgan odamning hujjatini o'rganib chiqiladi-ku. Yo, masalan siznikida yana qaytarib aytaman. U sizning buxgalteriyangizda sizlarni ichki anaqada tushunmovchilik bo'lgan. Lekin u inkassani bizning xohishimiz bilan olib tashalmaydi. Inkassa qo'yiladi. Hozir pul yo'qmi endi shunaqa? Yo'q, bor tushyapti deyapman-ku. Yo'q. Bu masalani hozirdan nimaga shu 1 minut ichida emas-da, so'lcha hali kechqurunroq yo'qmisa ishdan tashqari holatda telefon qilib qo'ng'iroq qilib oxiriga yetkazib beraman. Nimaga unaqa bo'lganini. Yo, shu sizdan hujjat qachon chiqib ketganligi qiziq bo'lyapti-da, shu buxgalteriya. 15 ish kuni deb olamizmi? 15 ish kunidan keyin bilan chaqirtirib qo'l qo'ydirib olamiz. Bizdan to'g'ri chiqib ketadi. Demak, 15 ish kunida siz bergansiz, to'g'rimi? Endi 5 ish kunida o'tkazib berish kerak deydi, ya'ni ko'rib chiqdi. Buxgalteriyada gap qilyapti-da, to'g'rimi? Agar balki sizni buxgalteriyangizda noto'g'ri tushunmovchilik bo'lgan. Sababi buxgalteriya aytdiki, bizga bankdan telefon qilib inkassa keldi, qo'yamiz dedik, muammo yo'q deyishgan. Sababi qo'yma deyishga haqqi yo'q qaror bilan kelgandan keyin. Yo'q, prosta yo'q, o'zi nega tushirib bermayapti? Pul yo'qligi uchun tushirib bermayapti? Yo'q, pul sug'urtada hammasida pul bor, yo'qmasa pul toshyapti degan narsa emas-da. Sug'urtada pul keladi, pul ketadi. Qayerda force major holat bo'lsa, yo'qqa ketib qoladi. Yangi shartnomalardan kelgan pul mana hozirgi jabrlanuvchilarga to'lanib ketaveradi. Sug'urtani ishlash tartibi shu. Savol masalan, mana shu avtotransport vositalarini majburiy sug'urtasi bor-ku. Shu xizmatinglar bor, to'g'rimi? Shu xizmatdan sizlar foyda topasizlarmi, topmaysizlarmi? Yo'q, hozirgi paytda yo'q. Foyda topib o'zi qanaqa ish, u bank bo'ladimi, sug'urta bo'ladimi? O'zbekistonda ochilayotgan ish daromad qilishga ochiladi. Yo'q, shu tomon. Lekin hozirgi kunda yo'q. Boshqa bitta bizada emas, boshqa sug'urtalarda yo'q. Boshqa sug'urta anaqalardan bor, imini avtotransportdan yo'q. O'zi umuman hammasi boshqasiniki ham o'sha avtotransportga tortib ketyapti. Sababi summasi 56 ming. Ishlashni. 5 ming nima shu iminni avtotransport vositalarini majburiy sug'urta qilishi bekor qilgan yaxshi emasmi? Chunki sug'urta qilmasa, bu urgan odam, aybdor odam to'lab beraveradi sud orqali.
Agar sizlarga ham foyda bo'lmayotgan bo'lsa-da, agar buni qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Agar undan ham zo'r ishlaydigan varianti bor, bu nima taklif bor? Majburiy sug'urtani umuman olib tashlab turib, aybdor agar o'sha joyda avariyada aybdorning mashinasi jarima maydoniga jabrlanuvchiga to'liq zarar yetkazilmaguncha chiqish kerak emas. O'shanda jabrlanuvchi ham tekis yo'lda prosta zarar. Shu majburiy sug'urtani bekor qilib deyapman-da. Agar masalan strafovkada muammo bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Misol endi hozir aytyapsiz, ob'yom ko'payib ketgan bo'lsa, to'g'rimi? Yevro protokoli hisobida oqlamayapti deyapsiz. Endi mana qarang, hozirgi kunda hozir har xil assistlar ochilib ketdi. Yevro protokol qiladigan. Ko'pchiligi tushunadi, bir xil tushunmaydiganlar ham bor orasida. Sug'urtani bo'yi qarorlari yo bo'lmasa qonunlari to'g'risida gapirdinglar, lekin O'zbekiston Respublikasini soliq qo'mitasini ham 121-qarori bor-da. Har qanaqa tadbirkor, oldi-sotdi bilan shug'ullanayotganlar yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatayotganlar, o'shalarga boyagi Yevro protokol qilib beradigan assist guruhlari ham kiradi, xizmat ko'rsatishga kiradi. Yevro protokol qilish bugungi kunda stavkasi har xil, 500 ming, 600 ming. To'g'rimi? Okey, meni вообще protokolga aloqam yo'q. Sizga tushuntirib beraman. So'rayapsiz, men bilmayman. Men tushuntirib beraman. Men shunday shug'ullanmayman, men avtoblogerman. Men sizga avtoblogerman, men sizga shu tushuntirib beraman. Shunaqa bo'lgandan keyin ular ham hammasini qonuniy qilib, aform qilib, chek bilan olib kelish kerak. Eshitdim. Men ham shu qonuniylikdan qanaqa bo'ladi? Ular olib kelganda mamlakat joyini, voqea joylarini o'rganib o'tirilmaydi o'shanda. Shu belgilangan kunda pul to'lab yuborilib, agar shu surishtirish jarayonida bir qanaqadir kamchiliklar chiqadigan bo'lsa, javobgarlik tortiladi. O'shanda regress tartibda ana hujjat rasmiylashtirilgan odamdan qaytaradi. Qo'shiladi, to'g'ri gapingiz. Hozirgi kunga kelaverdi hamma sug'urta kompaniyalar to'laverdi bu pulni. Mana hozir ayanchli ahvol kelib qoldi. Tushundim, demak shu hujjatini qilib berib, haydovchini berib yuboradi, bo'ldi, yo'q javobgarlik olmayapti. Olmaydi. Bu yerda otkazni olib, masalan, biz surishtiruv paytida men sizga hozir hujjatni ko'rsataman, video ham ko'rsataman shunaqa. Urilgan vaqti boshqa, urilgandan keyin 1 soat o'tkazib sug'urta qilgan. Yana orada 1 soat o'tib turib, sug'urtaga murojaat qilishyapti. Avariya paytimizda bor edi. Voqea joyiga chiqib video ko'tarilib, keyin taqdim qilganimizdan keyin bu odamlar bizga Yevro protokolchilar shunaqa yo'lni o'rgatishdi dedi. Prokuraturaga murojaat qilish kerak. Lekin shu paytgacha qancha hujjatlar o'tib ketgan hamma kompaniyalardan bunaqasi. Endi qanaqadir komissiya tuzish kerak bunga. Prokuraturaga murojaat qilish kerak. Keyin kamayaveradi shunaqa. Mas'uliyatni oladi deb. O'shaning uchun Hozir endi bizani o'sha muammochamiz nima bo'ladi? Sizni muammochingiz muammo deyilmaydi buni. Bu Pul tushmayapti-da. Bu qarang. Nima deyiladi unda? Yo'q, bu ozgina tushunmovchilik bo'lib qolgan. Ya'ni hozir biz hech qanaqa sizga bahona keltirib yo bo'lmasa pul tushmayapti, nimadir sabablarni aytayotganimiz yo'q. Aniqlashtirib keyin aytasiz, to'g'rimi? Aniqlashtiramiz. Agar demak u yerda qayerdadir bir tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, yo bo'lmasa bank kelgan bo'lsa, bank xodimi qo'ymay qolib, chetda qolib ketgan bo'lsa, demak ertaga hal bo'lib ketadi bu narsa. Yana bitta hujjat bor, shuni ko'rib qabul qilsangiz iltimos. Sud qarori asosida. Kam ko'sti bo'lsa, sizga chiqamiz, Telegramdan tashlab berasiz. Kam ko'sti bo'lgan bo'lsa, lekin hozir har bitta varog'ini o'qib chiqib, mashqda hozir 1 soat 1,5 soat vaqtinglarni olib, o'zimniki. Xo'p. Ayting nomingiz. 90lik. Ha, hozir aytyapsiz Yevro protokol. Men 150 ta mashina bor korxonada, DTP ko'p bo'ladi. Men chiqaman ko'p Yevro protokollarda, men ularga o'rgataman. Chunki men yuristman, men vazifam, men tanishim kerak, o'qishim kerak, 7-ilova qaysi holatlarda rasmiylashtiriladi, qaysi holatlarda mumkin emas. Siz gapingizda jon bor. O'sha misol uchun Yevro protokol hozir hayotga tatbiq qilindimi, sug'urta bilan bog'liq, bevosita. Значит, bu tizimga ham qanaqadir o'sha cheklovlarmi, litsenziyalash kerakmi, yoki o'qitish kerakmi, yoki bir siz aytgandek mas'uliyatni oshirish kerak. O'shanda sizlarda ham muammo kamayadi. Birinchidan, to'g'rimi? Bu birinchi. Ikkinchidan, Yevro protokol hech qanaqa bir majburiyatni olmagan inson, o'zida pul olishni bilayotgan odam, holatlar boryapti voqea joyiga, ya'ni aybdor urganda aybdorning zarari ko'p. Aybdor odamga masalan 7-8 million zarar yetganda, jabrlanuvchiniki misol uchun bitta banklari. O'sha holatda ham kelgan. Aybdor qizilga o'tib kelganda chiqib qolgan. Uni Yevro protokol qilishyapti-da,
aybdor jabrlanuvchiga aylanyapti sug'urtaga borish uchun. Teskarisi bor. Tushundingizmi? Jabrlanuvchiga joyida pulni berib yuborishyapti, hech qanaqa sizni muammoyingiz Yevroprotokol siz gay ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Undirish bor, rost. Juda ko'p shunaqa holat. Biz boshida ishlagan bo'lsak, mana shu paytgacha hech kim sharqqa biz uchun muammosi bo'lmagan. Deyarli hamma sug'urtalarda muammo bo'lmagan. Mana shunaqa holatlar kuniga boya siz aytyapsiz, Alf Invest yoki kafolat, ular ham 10 yildan oshib bozorda ishlayotgan sug'urtalar shu kungacha. Shu paytgacha hech qanaqa muammosi bo'lmagan. Mana shu zarar ko'rgan odam jabrlanuvchiga aylanib qolyapti. Bloger. Bizada hujjat o'sha. Tanimayman, aha. U ham keldida, u ham norozi. Sababi AdSense 400 ming, 500 ming olishgan, 100 ming kamga chek berishgan. Yevroprotokolni qilib bo'lgandan keyin, ichmagandan o'tkazgandan keyin aybdor ham kelish kerak deyapti. Aybini tan olib bizga yozib berish kerak. Jabrlanuvchi mashinasi yuradigan holat bo'lsa, mashina bilan bu yoqqa keladi. O'shanda sababi pul sug'urtadan chiqqandan keyin biz ham ko'rishimiz kerak. U o'tirib olib Yevroprotokol qotqog'idan o'zi baholab, bir xil Yevroprotokolchilar o'zi misolcha noto'g'ri baholab qo'ygan holatlari ham bor. Hamma norozi. Shuning uchun bu yoqqa kelsa, neytralniy baholovchi bor. Baholatiladi. Ana undan keyin ham muammo qolmaydi. Haligi Yevroprotokolchi hammasini qilib berib, uni xizmat uchun 600 ming yoki 500 ming pul olib, o'zi Yevroprotokolchi ham shart emas, bilgan odam shu ilovani chiqarib turib o'zi ham qilsa bo'ladi. Hammasini o'zi qilsa bo'ladi. Lekin yana qaytarib aytaman-ku sizga. U ham narsa o'rganib chiqiladi. Agar hozir siz aytayotgandek o'zi qilib oladigan bo'lsa, agar mahallani ichida hech qanaqa kamera yo'q, kechasi 12da, 11da sug'urta qildiryapti, kechasi 12da avariya bo'lib qoldik. Uni sug'urta nima qilish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Endi bitta narsani biling-da, okey, prosta hozir to'g'ri Yevroprotokolchi gaplaringizda qisman qo'shilaman, lekin hamma muammolarni olib qaraydigan bo'lsak, bularning muammosiga aloqasi bo'lishi kerak emas. Chunki bularga muammo emas. Qarorga, yo'q, men prosta aytaman, bular qarorga asosan o'zlarining haq-huquqlarini talab qilyaptilar. Asli endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, o'sha qarordan chetga chiqib qo'yasizlar. Endi u nima muammo sizlarda bilmadim-ku, baribir qaror. Qonun osti hujjat hisoblanadi. Bularniki qaysi qarorlariga kimdir bo'ysunadi? 141-sonli Vazirlar Mahkamasining qarorida yozilgan. 15 muddat masalasi. Agar 15 kun ko'riladi, murojaat qilyaptilar, akajon. Siz yana boshiga qaytib qolyapsiz. Men bularniki Yo, men prosta gapni indallosini hammasi joyida dedim. Hamma joyida. Tushunmovchilik bo'lib qolgan. Hozir buxgalteriya instituti hammasi joyida. Ya'ni hozir telefon qilamiz. Balki bu bankda qanaqadir tushunmovchilik bo'lib qolgan. Bular masalasi balki ertaga hal bo'lib ketadi. Shunda men prosta indallosini aytayapman gapni. Hamma muammoni olib qaragan bo'lsa, bularning muammosiga aloqasi bo'lishi kerak. Muammo boshqa muammoni o'zidan keltirib chiqaradi. Yo, keltirib chiqaradi. Masalan, bitta narsada, men misol uchun bizda ham mana tadbirkorlik subyektimiz bor. Men qanaqadir nalogdan muammoyim bo'lsa, meni realizatsiyamga ta'sir bo'lishi kerak emas. Tushunasizmi? Men bilan shartnoma tuzgan odamga men moliya yetkazib berishim kerak. Men nalogimni to'lashim oqibatida shartnoma shartlarini buza olmayman, bandlarni. Xuddi shunaqa demoqchimanki, bitta ish ikkinchi ishga ta'sir bo'lishi kerak emas degan mazmundagi nuqta qo'yib shu narsani aytmoqchiman. Lekin siz ikki xil narsani aytdingiz. Soliq bilan muammo bo'lsa, anaqa bilan. Lekin bizaniki xuddi shunaqa muammo bilan kelayotganlar muammo tug'diryapti. Yo, men sizni tushunyapman-ki, men aytayapman, o'sha sizni muammolaringiz boshqa sizni mijozingizga ta'sir bo'lishi kerak emas. Men gapirib berayotgan narsalarni agar ko'pchiligi shunchaga ega bo'lib qolgan, mana sug'urta bahona qiladi, cho'zadi. Agar hozir mana shu gaplarimni bahona deb o'ylayotgan bo'lsanglar, bormi? Bahonaga o'xshayaptimi? Yoki haqiqatga yaqin emasmi? Yo'q, haqiqatga yaqin. Endi qisman to'g'ri. Hozir ko'p sug'urtalar bilan gaplashdik. Ya'ni assistlar, ko'chadagi yurganlar olib keladigan bo'lsa hujjatda endi mijozga qanaqa tushuntirishyapti? Kirib to'polon qilganda ustingizdan yozaman desang olishadi deyapti hujjatda. O'zi yig'ib bergan hujjatda. Ya'ni noqonuniy bir tashkilot chek bermasa noqonuniy ish faoliyat yuritayotgan odamni rasmiylashtirgan hujjati ham noqonuniy bo'ladi. Chek bilan kelsa qabul qilamiz deb qaror qildik, dushanba kundan boshlab. Cheki bo'lmasa, hujjatni qo'lga qaytarib beramiz, borib boshqatdan. Agar o'zi qilsa-chi. Men misol uchun o'zim qilaman. Xo'p, sizniki firma. To'g'rimi? Men firmada yuridik shaxs bo'lib, jismoniy shaxs bo'lib o'zaro kelishibsiz. Men masalan o'zim qilsam, siz o'zingiz qilyapsiz. Misol uchun qildingiz. Agar mahallani yana boya gapga qaytaman. Mahallani ichida. Yo, men katta ko'chada qildim. Agar katta ko'chada bo'lsa, ko'chada bir kamera ko'rib tushgan joylari bo'ladigan bo'lsa, biz ortiqcha savolsiz. Yo, kamera bo'lmasa-chi?
kamera bo'ladigan bo'lsa, unda biz o'rganib Yo, chiqamiz. bo'lmaydi. O'sha hisobiga agar kamera yo'q, sizda mahallangizda Yevroprotokol Rost bitta o'tkazildi. narsaki, chekka va chiqib turib qaytarishingiz ham noto'g'ri-da. Yo'q, mana qarang. Endi o'sha hozir Yevroprotokolchilarga bilmadim-ku, lekin u yerda siz oddiy jismoniy shaxs ham ikkala o'zaro o'sha ilovani chiqarib kelishi mumkin-da. Xo'p, agar ulardan chek so'rashingiz noto'g'ri. Agar siz hozir ikkita fuqaro o'zim urib oldim, Yevroprotokol ichgan ichmaganga borib, ekspertizaga borib, ichgan ichmagandan o'tamiz desa, bitta kim asosida, nima asosida deb so'raladi. To'ldirgan 7-ilova asosi bor. Ku ilovasi. Xo'p, endi qarang aka. U yerda so'ldirilgan narsa boshqa bo'lib boryapti yoqqa. Sababi u hech qachon ro'yxatdan o'tmagan protokol. Ichgan ichmagandan bir uni muddati ham bor-da. 3 soat. Hop, aka, bu Vazirlar Mahkamasining qarori talabi-yu, o'shani qilib kelsa siz olishingiz kerak. Siz haydovchilar tomonda bo'lib gapiryapsiz. Yo'q, men haydovchi emas, men neytralniy bo'lib gapiryapman. Men aytayapman, men boyi gapingizga to'g'ri, misol Yevroprotokolchilar soqqa qilish uchun nima bo'lsa qilayotgan budir. Lekin neytral bo'ldi, har qayerda misol Yevroprotokolchilar siz o'zaro tuzgan odamlar ham bo'lishi mumkin. Mana sizga ularga nisbatan boyi gapingiz no'g'ri demoqchiman. Mana o'rinli joyni eshiting. Agar mana hech qanaqa bir kimsasiz joyda afon qilib qo'yishdi, mashinani Yevroprotokol qilib qo'yibdi. Bir mahallaning ichida. Uni o'rganib chiqish uchun vaqt yo'q, ketadi ozgina. Yo'q, mayli o'rganas, men uni aytmayman, chek so'rashingizni aytayapman men. Chek, u qanaqa chek qiladi? Yevroprotokol yig'ib bergan bo'lsa bu. Ha, endi unda ham masalan endi bilmadim bu. Yo, ular chek berish kerak agar firma bo'lsa, firma qilsa. Chunki ular foyda ko'radi. Bilmadim, nimani bilmayapsiz? Yevroprotokolga chiqib 500 mingmi yoki qanaqadir pul olib xizmat ko'rsatgan odamga chek bermasligi nima sabab? Yo'q, u berish kerak. Hozir aytasiz, unda men bilmadim. Yo'q, men Yevroprotokolchilarni aytayapman. Ularning ishini men bilmadim. Chek beradi. Yevrocha asis haqida ko'chaga chiqib. Men ikkita masalan jismoniy shaxs masalan, ikkita binoda avariya qilib qo'ysa, misol Yevroprotokolni o'zi to'ldirib olib kelsa, siz e'tirofsiz olishingiz kerak-da. Bular gaplashib ham, siz gaplashib ham ajratib olasiz bu o'zi qilganmi yo'qmi, misol uchun. Chunki men qilgan bo'lsam, men sizga uznashib tushunaman. Aytaman aka, u Yevroprotokolni o'zini yana bir o'sha tartibi borki, bor, mana rasmi turibdi, mashinamni qilib bo'ldim deb keldi. Unaqa bo'lmaydi. Urilgan mashina remontga biz ruxsat beramiz. Mana shu yoqqa olib keladi mashina. Bir xil yo'q, mana men remont qilib bo'ldim. Mana rasmlari turibdi-ku deb kelishadi. Yo'q, u atsenka qildiradi. Sizlarda atsenkani qildiradi. Lekin urilgan mashina atsenka qildirib emas. Urilgan mashina Yevroprotokol yana bitta o'qib chiqing. Yo'q, kelib ko'rsatadi. Ya, sug'urta olib borib ko'rish kerak. Aka, sud qarori bilan kelmayapti u. Unaqa joyi yo'q, aka. Bor. Siz ham yaxshilab o'qib chiqing. Yo'q, ko'rsatsin degan joyi yo'q, lekin bularning ruxsati bilan ta'mirlash kerak degan joyi bor. Lekin ko'rmagan narsamizga qanaqa ta'mirlashga ruxsat? Ya, o'zi bu siz ichki anaqangiz, to'g'ri, men ichki anaqa sizlar uni joyiga chiqib ko'rasizmi, atsenka qildirganiga qarab qilasizmi? U olib kelish kerak. Qanaqa u olib kelib, masalan, evakuator chaqirib olsa? Yo'q, siz mana endi gapiring. Agar bamper qilib bo'lsa, o'zini joyiga boramiz. Yo'q, unda boshqa narsa. Men sizga aytamanki, agar yuradigan holatda bo'lsa, mashina keladi, aka. Prosta endi ishonchsizlik oqibatida o'zinglarni kerak emas talablarni hammaga tatbiq qilish kerak emas demoqchiman. O'shani mayli bordir Yevroprotokolchilar. Masalan, umuman aloqam ham yo'q Yevroprotokolchilar bilan misol to'g'ri taniyman bir ikkitasini, lekin unaqa oldi berdim. Men ularni cheki bilan meni ishim ham yo'q-da. Men xolisona obyektiv fikr bildiryapman-da o'sha yerda misol. Mana sizga qonuniy narsa talab qilinyaptimi? Yo'q, chek deyotganingiz anundan talab qilishingiz mumkin Yevroprotokolchilarga, lekin oddiy odamlardan emas-da. Yo'q, u естественный narsa. Siz tushuntiribsiz, oddiy odamdan talab qilmaydi bu narsa. O'shani aytaman-da. Hozir hamma gaplarimizda noqonuniy joyi yo'q. Hamma qonun doirasidagi narsa, qonundan chiqmagan holda. Mayli o'sha bizani muammomizga yordam bersangiz. Muammo emas, aka. Tushsa muammo tushunadi. Da, sizga hal bo'lgan. Bu yerda ozgina tushunmovchilik paydo bo'ldi. Bo'lishi mumkin. Muammoda biz ochib to'lamasdan, yo bo'lmasa yo'q to'lanmas ekan desa, nima muammo qilyapsiz bo'ladi. Qaror bilan. Yo'q, to'lanmayapti. To'ladi, boshqa strafov keladi ham to'laymiz deyapti. Sabr qilinglar deyapti-da. O'shanga o'xshagan bo'ladi. Axloqiga yo'q, aka. Ertaga hal bo'lib ketadi. Muddat ham kelib bo'lgan ekan. Erta inning bo'lsa, mayli, bo'lsa edi shu ham, to'g'rimi? Bog'lasang. Mayli, biz ketdik. Bo'ldi, ruxsat bizga. Rahmat. Yaxshi ko'rishinglar. Shu olib chiqamiz muammolarni hamma narsani berdimi? Hozir. Qancha anaqada ko'y ortamiz, ko'rsiz kanalda. To'g'ri, rahmat.